Iltimos sizlardan o'rtoqlar mana shu videoni oxirigacha ko'ringlar. Bir insonni xursand qilish albatta sizning ham qo'lingizda. Blogerslar, ukalar, assalomu alaykum. Ukalar, shu uysizlikda rosa qiynalib ketdim. Agar iloji bo'lsa, sizlarda homiylar ko'p, xalqdan murojaat qilsanglar ham qilib beradi, bitta uy qilib bera olmaysizlarmi? Xalqim shu maksimalli shu insonga yordam bera olamiz, nima deysizlar? Videoni yaqin puli bor tanishlarga jo'natinglar. Savob umidida kelgan akamizni befarq qoldirmanglar. Maksimalli like ham bo'lsanglar, bir oyda xudo xolasa uyli qilamiz shu akamizni. Iloji bor. Davay birgalikda podдержкада. Bir oylik ehson challenge'imiz o'z nihoyasiga yetdi. Amakim uylari tayyor bo'ldi. Hozir emotsiyalarni birgalikda ko'ramiz. Amak tayyormisiz? Rahmat, boringlarga shukr. Marhamat. Mana uyingiz. Fasadi oddiy-ku, nima qildinglar? Oddiy-ku fasadi, mana bunaqa bogatiroq chiqsin degandim. Siz uyni ichini ko'rmayman. So'kilini qara, kafil qilmagansizlar. Shuncha prosmotr bo'ldi, shuncha pul tashadimi odamlar. Amakim prosmotr degani hamma beradigan emas. Babram, nima uni qara, yog'och-ku, eshik yog'och, temirdan bo'lsin deganim. Borini qildingda bizni. Kadirovga yo'q. Necha sotiq bu uy? 4 sotiq. 4 sotiqqa uka o'zi baseni ham bo'lsin degandim-ku. Polni pulni ishlatganmiz. Polni yegansizlar uka, qo'y. Men oyna qaysi kompaniya bu? Oyna qaysi? Yuchon kompaniya Xitoydan olib kelib qo'yganmiz. Yuchon Xitoy bo'lsa o'zing uyingga qo'yasan uka. Men ehsonlikka endi men shu Yuchonnikidan chiqmayman. Bu qilib qishda shamol o'tkazadi. Klyonka qoqmayman u qishda uka. Normal kompaniyalar bor edi-yu. Nima kompaniya bor edi? Mana Alutex romlardan qo'ysanglar bo'lardi-ku. Alutex romlarini termoizolyatsiyasi bor. Qishda sovuqni ichkariga o'tkazmaydi, yozda issiqni o'tkazmaydi. Keyin svet o'chganda borki, konditsioner ishlatasan-ku, o'shadagi salqinlikni ko'chaga chiqartirmaydi, ushlab turadi. Mana romlarni qara, oshxona, basen, ofislarga, terrasalarga mana shunaqangi 3,5 metrgacha baland romlar yasab tursak bo'ladi. Nima deyapsiz? Eshitilmayapti bizaga. Ko'rdingmi? Bu romlar umuman shovqin o'tkazmaydi. Yomg'ir yog'sa ichkariga suv ham o'tkazmaydi. Tushundinglar-a? Romlarni tez almashtirib qo'yinglar. Keyin ukalarim, agar iloji bo'lsa, yana bitta video qilsak, podpisчикларga shu karta nomer qo'ysak, pul tashlashsa bitta mashina olsam degandim. Zo'r fikr. BMW bo'ladimi sizga? Ha, X5. Bo'ldi. Mana bu yoqqa chiqing. Xalqim, kelinglar. Hammamiz birgalashib mana shu akamizni